koşup gözlerge ot gül küstüp gözlerge ot gül küstüp sen bilen güller boyalan yaşlıdık ku biz mühem vay bulup namrat yetinla gözüdün kuridine kim sana bergen aşında kendisi yok kuç kuvvet sen için perviş kılıp çoğun kıldı halkın her zaman kim sana bergen aşında kendisi yok kuç kuvvet aşık can milletin aklisini kılay aman Mau çalgını gördün ha? Avazını alma bakalım. Ben görüp bakayım. Yana Mau bak. Bunun sütün haydi yaxşı. Avazın bek süzük. Ben görüp bakayım. Bakır bakalım. Yana bağ mı? Ha bak. Yana küçük mi bak? Kır bakalım. Aha. Halı qancha tanlab olinglar. Baha bir kelishib qolamiz. Agar sizlarga yarisilar, baha masalasi cho'ng gap emas. Bo'lmaydi. Hoy, enim, uni qalaymaqam tutmang. Buzib qo'yib to'layolmay qolmang yana. Mana mavni ko'rib boqing. Bumi bak yaxshi saqsin. Bo'lmaydi. Bu bola hali yomon emas chaladi ekan, ha? Yaraysiz. Yaxshi chaldingiz. Yaxshi chalgan. Xo'jayin, mush ravobning ovoz yaxshi ekan. Mushini olay. Ha, bo'ladi, obdan. Ha, elang. Mushini olay. İnem, mağımı talış verin ha. He? Ben talış berem demen. Boladı. Enim, bularga o'zingiz bir tanlab bering, ha? Qani, marhamat. He? Boladı. Yürü Sizge duttar tallap bermem mi yoki tembir mi? Bana daptarlap verin. Boladı. Ha, yaxshi chaldingiz. Yaxshi chaldingiz. Ha, mushida bo'ladi ekan. Mushini elang. Ha, buladı ki, boşuna alaylı. İşte öyle. Ha, ben tutib turaman. Men berib pulni to'laytib kelay, ha. Xo'jayin, mush ikkisini olaylik. Ha, rahmat sizga. Dapmo, ravobmo, Arzimaydi. ikkilisi bizga bak yaridi. Biz yana kelamiz. Rahmat. Davomli kelib turasiz. Ha, ma'qul. Ma'qul. Sizge mi rahmet inem ha? Xo'sh. Enem. İsmingiz nima? Muhammedcan. Ha. Bugun menga chalg'u setishib berdingiz. Menmi xeli pul tepib oldim. Bu sizga ozroq choy pul bo'lib qolsin. Oz ko'rmassiz? Bana bek iltifat qilib etilg'i. Ha, qani elang. Boptu, alsam alay. Emsi ben bana deme. Hoş. To'sin! Yo'lbars! Acha. Nima ish? Qaranglar, men sizlarga to'p tikib qo'ydim. Bu sening. Rahmat, acha. Bu sening. Bu sening. Buni sen kiygin. Qaltis bo'lib ketibsizlar-ku, ha? Aka, uyga berib aynak qarab baqaylik-chi. Jura. Ha, beringlar. Meniki çok. Mening qani? Ma'm tikpamamsiz. Sening yo'q. Seninkini menga berdi. Yo'q, men bu to'pni kiyman. Ma'chi.
sening bo'lsin, ha? Ke. Gelmey. Tez bo'ling. Ha, mana. Voy. Qaltisqo, ha? Men bo'ldi. Ayshamxon yangam bugun kechda bir mashrab o'tkazamiz deydi-ku. Shunglashqa men qanday yasansam chiroyli bo'laman-kin deyaptiman. Mush turqin bo'ptimi? Qaltis bo'pti. Qarab turmay mang'aylamisa. Ha, mayli. Yura. Azat. Azat. Azat, bu yoqqa keling, sizni bir ish izlaydi. Ma'qul. Ma'ulovning ikkimiz tejab qo'ygan 11 yuan pul. Siz buni Ayshamxon yangamga berib qo'ying. Bu nim qilganlar? Azat. Bu To'xtaxonning oilasidagilar to'nim ochiq yo'riq ishlayotgan. Ularning kunimi ancha yaxshi emas ekan. Qarang, bugun to'g'ri o'ltirib, qo'y so'yib, biliq kavib qildi. Shuni deyman. Odatda qarsam, ular go'shtni nihoyatda oz yeydi ekan. Zodi nima demoqchisizlar? Voy, nima demoqchi bo'lardim? Ular biz uchun shunchalik yasham qilgan yerda bizmi oz to'la pul chiqarmasak bo'lmas? To'g'ri. Tom muallim. Bunda qilsangiz hargiz bo'lmaydi. Bu ularni ko'ziga ilmaganlik bo'lmamdi. Pulni sizlar chiqarsanglar, bu mashrab zodi kimga hisob bo'ladi? Albatta, ularga hisob bo'ladi. Kimga hisob bo'lsa buning nima farqi? Albatta farqi bor. Ha, yanga. Bugun bizning To'xtaxon mehmon qildi. Qadimdan tortib bir ko'rgan tunush, ikki ko'rgan do'st, uch ko'rgan tuqqan deydigan gap bor emasmi? Bu yer turayotganlarimiz xeyli uzun bo'ldi. Hisobda biz urug' tuqqan bo'lib qoldik. Urug' tuqqanlar jiroq safarga mansa, bizlar kichkina bo'lsa-mu mashrab o'tkazib, ko'nglimizni yetkazmasak bo'lmas. Rahmat yanga. Sizlar ziyolilarni ko'p o'ylab ketayotgansizlar. Yuringlar. Undaq bo'lsa, bu bizning ko'nglimiz. Bu pulni eling amisa. Tom muallim. To'g'ri, men nachaydan beri sizlarni qo'ysib go'shiginglarni ko'mdim. Obdan singlim. Ras, biz go'sht yemagili yarim yil bo'ldi. Bilamsiz, biz faqat bir yaxshi fursatni kutyotdik. Ya'ni bir bolaning tug'ilishini, oramizdagi birarimizga xush xabar kelishini kutyotdik. Yaqinlarimiz jiroq safar qilib biz albatta nag'm-navo qilib, mo'l ziyofat raslab ularni umrvoyat esdan chiqmag'idek darajada xush qilishimiz kerak. Gerçi biz yarim yil go'sht yegan bo'lsak-mu, yana biz baxtli odamlar. Bizning To'xtaxonmi doim biz baxtli odamlar deydi. Maqra xotin. Mana o'zim keldi. To'xtaxon aka. Sening bu quruq gaplaring hech tugaydimaydi-ku. Mashrab boshlamay davassa, men seni Tom muallimlarni chaqirib kelsam, sen bu yerda gap shetib turamsan? Mana. Qani. Ha, marhamat. Yuring, men. Muhtaram jamoat, hammanglarga assalomu alaykum. Mashrabimizga kelgan qadiminglarga marhaba. Bugun biz Tom muallim, Biyanmay muallim va Azat muallimlarni uzatish uchun bir mashrab so'rini tayyorladik. Bugungi mashrabimizda shodiyona naqshi usul bilan yana hazil chaqchaq ham jazomi bor. Qani, nag'ma boshlansin. Tom muallim. Sizga deb beray. Bu dolalliqlarning bir turlik o'yini. Ayshamxon yangamning qo'ldagisi qamcha. To'xtaxon akam har amallar bilan qamchini imkon qadar qo'liga elib olsa, u utib chiqqan bo'ladi. Shundala u o'ziga raqib tanlisi bo'ladi. Azat. Dolar muqamımı ilgiri o'z ko'rish kuyikkanmish. Shug'ulisi hozir yo'qolib ketgil turibdi. Shundaq. Men bir turkum dolan muqamchilar orasida tekshirish olib borgan. Hozir faqat 9 yurish tepildi. Boshqalar yo'qolib ketdi. Har bir bilakni o'rindashqa 6 minutdan 9 minut qadar vaqt ketilgan. Barliq dolan muqamini o'rindashga to'g'ri kelsa 1 soatda vaqt ketilgan. Esi. Amal yo'q. Bizmo Abdulla akaning og'zidan dal vaqtida ovozini ilib olmagan bo'lsak 13 kun muqammo o'xshash taqdirga duchor bo'ladi.
Şunda. Azatga, hayatımni qutqizganingizga rahmat. Buni sizga so'q qilay. Arzimas so'g'amni qabul qilasiz. Rahmat sizga. Aman bo'ling. To'ng'alim. Sizlar bilan tanishganimdan intayin xurshalman. Bizmi intayin xushal. Rahmat. Rahmat. Aman bo'ling. Benim bu doppini o'z qo'lim bilan tikdim. Rahmat sizga amanizda. Biz ketgandan keyin o'zingizni o'tdan asrang. Balonimni o'ylang. Ming chaqirim uzatsimi, judolik aman kelur debdi-kan. Menimcha bugun mushakchi bo'lsin. Ko'nglimnikini desam, mening haqiqatan ko'zim qiymayapti. Bo'libmi sizlarga? Xo'sh. Aman bo'ling. Aman bo'ling. Bermay. Bizni yo'qlab ketib turinglar. Xo'sh. Xo'sh. Xo'sh aytsa. Xo'sh. Biz mangda qolsa, ha? Xo'sh. Aman bo'linglar. Xo'sh, aman bo'linglar. Xayr xo'sh. Xo'sh. Xo'sh.
yerimde kaçışını deyip boğatam sen. Nima deb jo'ylayapsan? Meni aldayman deme. Boy ishlayotgan chog'da hammani ko'rdim. Quloq sol. Bu ish bilan koring bo'lmasin. Bilmem. Senin sırtda yolun kam. Ben bu yerden çıkandan keyin özümge yo'lak topmasam bo'lmaydi. Şoňlaşqa men sana yardım qilay dedim. Yordam qilasan? Qanday yordam qilasan? Oldimizda yana obdan fursatlar bor. Qanday fursat? Sen o tam tarafdagi ko'ktat gemisiga diqqat qildingmi? Buni men burulli biletdim. Sen o ko'ktat gemisini nimaga ishlatganligini bilamsan? Qamoqxona qilyotdi shu. Qaraganda yushirib qo'ygan osh saymuningni oldin o'ylab qo'yibsan, ha? Deganda men bilan bir necha yillarni ko'ktat gemisini tozalashga o'rlashtirdi. Ilgari u yer mahbus qolmaydigan qamoqxona edi. Hozir qaytilab yasaltida. U yerga hozircha odam qamashqa bo'lmaydi. Odam keldi. Baqas bo'l. Ya, bo'lishya. Voy. Sen ayıqcha qaraq odamdan topsili bo'lmasmidi? Nimandaq layg'azalni bilan tep keldilar. Qo'rqib qilma. Chopsam bo'l, tez bo'l deyman ha, chopsaroq bo'la. Ey, bu yerda nima hong'i qilib tursa, berib ishini qilmamsa? Mudir, o'sha bir necha yillar ishlayapmiz. O'zingiz rahbar bo'lgandan keyin o'la deb qo'ygan bo'lsangiz, 10 necha odam kemasmidi? Hay, avoylanglar ha? Sen bilmamsa? Bu davron soladigan ish emas. Ba'zilar hasad qilib yelib ketay deyotmamda. Bildingmi? Bu ishni Obul mudir tasdiqlagan degan-ku. Kim hasad qilsa qilavermamda. Kim ularni mansab tutmasin debgan. Voy, sana bir talay gap qilsam tushunmaysan. Chopsam berib ishini qila. Başlayak, tövenge tushsizlar. Tamoq pishdi. Mant etib qo'ydim. Tushsizlar. Xotin, qara baqa. Ey, qarag'ina, bu chiroyli uyga. Agar men bo'lmagan bo'lsam, sen bundaq yaxshi uylarda o'ltiralamsan. Hatto tushakashkimi pitlanmaysan degina. Katta rahbar, men o'ltirsam o'ltirmasam baribir. Shug'unisi sizlar uzoq o'ltiramaslikin? Kunlarning birida sizlar bilan meni boshqalar qo'g'lab chiqaramda texi. Hey. Nima ishga uzoq o'tirmoqdakman? Qanday baqa? Abdullah bu uyda ko'zi yumilg'icha o'ltirgan ekan. Men bu uyda ko'zim yumilgan qadar o'ltirman. Sizlar Abdullah o'xshamaylar. Bilamdilar, sizlarga o'xshash soltak amaldorlar bu jahonda samandek. Lekin Abdullah akadek muqam peshivas el ichida faqat birla. U shu meg'iz xotin. Yana tayoq sig'inib qolgan o'xshamamsa. O'stirilgan chaqda ammaga yomon ta'sir berib qo'yishdan qo'rqmagan bo'lsam, bu qitim uy bilan qo'shib seni tangli yangishayotgan bo'latdim, uqdingmi? Ha, meningcha mana endi dal ko'ngillardagi gapni qildilar. Unutib qolmaslar, bu o'gsini Obul mudirlik ko'chirib qo'ydi. Boshqa rahbarlarning hech kim ma'qul bo'lgani yo'q. U sizdan bir talay naf og'ini uchun sizlarga oz to'la ish qilib berdi, xolos. Bak baldir xushal bo'lib ketmasizlar. Navodi bir kim ustillardan arz qilsa, meningcha bu uyda xotirjam o'ltiramaydilar. Bo'ldi. Tamog'imizni yeyli. Tamoq yeyli. Chaqiya. Qo'sug'im hech bulamayla qilib edim. Epga, mana be. To'xtab tursizlar, birdan kutaylik. Bu xotinnisa. Aman Nisa. Bu qiz yana nima ketgandi? Qo'y. Bayalı mush yerda turadi-ku. Haras, yana to'g'raqlikka ketib qolmagandi. Emas, sizlar yeb tursiz. Ha, shunday qilaychi, akila. Qo'sug'im bak echib ketdi. Bo'lag'man o'xshaganda qiladi. Ha. Bu yo'lvasning kichik vaqtida kiygan kiyim edi. Emas, men chiqib Aman Nisani izlab boqay. Chiqib boqay. Qarang, bu yo'lvasning kichik vaqtida kiygan kiyim edi. Bo'lamdi ekan, hammasini tep qo'ydim. Bek chiroyli ekan. Aysham qayanga, sizlarga nima deb rahmat aytsam bo'la? Nimaga rahmat aytdingiz? Faqat ko'nglingizda meni yod etib qo'ysangiz bo'ldi. Oy kuningizmi to'shib qolgandek qiladi.
mush 2 kun ichida bizning uyga ko'chib keling. Yangiydigan chig'ingizda yeningiz turmasam bo'lmas. Unda qilsam qamdishamdi. To'xtaxonim qayerda turdi? Öyle shuncha ko'p tursa, u xohlagan birda tursa bo'laverdi. Unda qilsaq bo'lmas. Men Singlim. Azat bilan Tumalimlar mangan chig'ida qayta topilib, sizni menga topshirgan. Sizning omon eson yangi bilishingizni umid qilgan. Shunga siz hergiz qo'rinib takalluf qilmang. Yana kelib mendan boshqa sizning hech qanday yaqin odamingiz yo'q. Rost. Mening aşı vijdonsuz eringizga bekmi açığım kelyapti. Uning ko'ngli nimani chiqara? Sizning o'lib tirilishingiz bilan uning nima chiqari bo'lmaydi. Singlim, man qarang mening mush og'zimni sa, dilingizni yana ranjitib qo'ydim. Yo'q, Asham xayyanga. O'sha kunlarda uyinglardagi hammaylar menga shunday yaxshi muomala qildinglar. Salami o'z onamdek ko'yinyotdilar. Asli men sizlardan sirimni yoshirmasam bo'ladi. Meni afv qilsizlar. Undaq demen singlim. Menga tushundiribmi o'ltirmang, hojati yo'q. Men sizning yaxshi oilaning qizi ekanligingizga ishonaman. Çapsamlılar. Hamanglar berib, ishinglarni qilinglar, tez beringlar. Chapsan. Banqara baqi. Mao bir necha yeshik obdan mevlarni qayerga olib berganini bildigansa? Bilaman. Lekin esingda bo'lsin-ki, cho'qim yoshirin ish qil. Başqalar ko'rib qolmasin. Vay müdür. Bilaman. Sizin işingizni birinci qitim qilayotganim yo'q-ku. Xotirjam bo'ling. Haras müdür. Qodirdan bir necha qitim telefon keldi. Yaxshi mevdan bir necha eshik akaplar deydi. Buni sizning qanday qilsam bo'ladi? Onunla parva qilma. Hozirgi vaziyatni ko'rmayaptamsa? Hey, ammanın Qodirga bo'lgan inkosi intan yaman. U hamon bir kuni qo'lab tushidi. Bundan keyin u yana bir narsalar qilib kelsa, udul kelib meni izlasin. Bo'linglar, misildamay, tez, ha. Bo'linglar. Ha, model. Mevislar. Bu yerda qo'yib qo'yib, berib ishini qil. Ha. Rahmat. Ha? Qodir. Kelib qolsan-ku, ha? Kela, o'lta. Choy icha. Kela. Rahmat, men rost gapingni ayt. Men so'ratganda hali bir necha ish mevini zot beramsa yo'q, ha? Beramsa yo'q. Asta. Qaramam meni. Bu ishni sana deb qo'yishni nemish qo'ntib qolgandi men. Hey, rostini desam, men u mevalarni tunigulla noyi boshliqlarga yetkazib berishga avatib etdim. Nima? Evet bo'ldingmi? Shunaq. Sen meni o'zingchi nima ko'rib qolding, ha? Hey, unutib qolma, men yanıla Madaniyat Sarayı İnqilobiy komitetining mudiriyimi, bu bog' Madaniyat Sarayı qarashliq. Sening xushomating orqishking uchun dasmoy qiladigan bog' emas. Tushundingmi? Qodir mudir. Aldırmay turmamsan, ha? Rostini etsam, noyi rahbarlari mevalarni qabul qilmabdi. Hammani qaytarib yutibdi. Ha? Xo'p, bo'pti. Ajab o'tdan ish qilibdi. Hey, Qodir mudir. Menga bunchalar sesiq gap qilg'idek ishmi yo'q-ku. Sana deb qo'yay. Sen evetken taqdirdimi? Menga o'xshasa oqibatga qolatding shu. Bo'pti. Bu ne sening bir banangmi deyli? Biroq tushunsa men sep qo'yay. To'liq ko'ranglab kerilib ketma. Shundaqla mening yelkamga desab, yuqoriga yamishiman deb ham xiyol qilma. Sening qilgan shu ishlaringni boshqalar bilmagan bilan men barmoq bilan sanab beralayman. Tushundingmi? Qodir mudir. Men aslida
bir yalan töş edim. Bu baqqımı yalan oyoq degidek kelganman. Shuncha ajr qilib, yana yalan oyoq ketib qolsam bo'lmas. Ajiba. Men o'zimni ancha-muncha o'ngishib olsam bo'lmamdikan. Lekin sen menga o'xshamaysan. Ataq abroy, o'rim martaba bilan meni qo'rqitaman desang. Bu bekajimi? Rahmat! Bu shunaqlik qilmoqchi bo'lsang, sen odam emas, balki ushu chiqqan ustoz nima ekansan? Nima deb tillasang tilla va, biroq men shuni samimiy hisob qo'yay. Ha? Sango men qilgan ishlarni barmoq bilan sanab beraylaydiganini aytding. Acaba sen qilgan ishlarni men bilmasmanmi? Ha? Bo'pti. Sen bilginini qil. Bilginini qil, Rahman. Xat to'xtab tur, ko'rimiz o'tigi. Ha? Menimcha muzikantda tazimasi chamaydi. Menimcha mo shunday deb tur. Sal turib ko'raman deylik. Naqshiga muzikani yanım silliqroq, yanım yaqinliqroq tankash qilish kerak. To'xtanglar. Kompozitorning ozroq talabi bor ekan. Yaxshi tankash qildinglar. Lekin diqqat qilishinglar kerakki, bu aslida xanzur tilidagi opera. Biz hozir uni uyg'urlashtiryapmiz. Operaning ohanglariga boshdan oxir 12 muqam muzikalarini ham material qilib qo'llandik. Shunga biz cho'qim uning uslubiga diqqat qilishimiz kerak. Yanım astroq, yanım yaqinliqroq bo'lsin, ha? Ustoz naqshini yaxshi aytdi, ammo tankashlarimiz sal qurg'oq chiqib qoldi. Cho'qim uning purqoq diqqat qilaylik. Yana bir kilaylik. Mening qo'zamni o'yg'it etmanglar, ha? Uni bag'ringizga obdan besib eling, balam. Allah onunğa uzun ömür ata qilsin, baxtini bersin, tinin sağlam qilsin. Vafadar, peshonasi o'ng odam bo'lsin, ha? Qaranglar buning umaqligini, ha? Qaranglar, nima degan umaq, ha? Ayshamxon yenge, sizlarni bir muncha parakani qilganimga men bakmo qiyjilib ketyapman. Singlim, men mush ömrümde 5 o'g'ilga ona bo'ptiman. Biroq qiz farzand ko'rishni bakmo arzu qilatdim. Kim bilsin, bular az gap qolgandek sizmi o'g'il topardingiz mana. Mana qarang, bu kichik, bekli chiroyli bola bo'lgandek. Men onunga bekli amroq bo'lib qoldim. Qaranglar umaqligini. Qanglar bo'lsa uxlab qoldi. Ochinglarmi aramasin, bolalar. Biz chiqib turaylik, ha. Yuringlar. Yuringlar. Qani. Bu bolniza. Yur. Singlim, bu o'g'ilga nima ism qo'yay deysiz? Ayshamxon yenge, o'g'limga ismni sizlar qo'yib ber. O'zingiz qo'ying. Dadisining ismiga yaqinroq ismdan birini deb qo'ying. Batır deb qo'ysak bo'ladimi? Men uni sizning o'g'illaringizdek xushxo'y, qaysar, yurakli odam bo'lsa-kan deyman. Bo'ladi. Siz degandek Batır deb ataylik. Vaqt nima degan tez o'tgani.
ko'zni yumib ochqicha To'malim bilan Azatlarning ketganligini xeyli uzoq bo'lib qopti. Shuni o'ylab qoldim. Agar bular bu yerda bo'lgan bo'lsa, bu Shakichni ko'rib qanchalik qo'shib ketgan bo'lar. Azatkamning deyishicha, u bu qitim qaytib berib, muqamdan foydalanib, Qizil Chiroq degan Uyg'urcha operani yozib chiqargan. Qandaqroq bo'larkin tang? Hech o'ylab yetolmayapman. Meningcha oz qolgandi. Baturning ona deb til chiqicha bizmi Azatning operasini anglab qolamiz. Sakandaq küyecekni Cındak kullar mevesi Urgıda yar yeşar İçilan bulgacası Bu opera acayip yaxshi o'pdi. Gerçi operaning vaqaligidan hamma odam xabardor bo'lsa-mu, lekin yangilik tuyg'usi beritgan. Muvaffaqiyat qozoni deyilsa asosligi muzikaning muvaffaqiyati bo'ladi. Shundaq. Bilmaysiz-ku deyman. Dastlab Qizil Chiroqni repetis qildigan deb anglabla, shu hamon opera gruppasiga tizimiga aldirib bo'lgan edim. Gruppidagi Azat muallimning deyishicha men usulchi bo'lg'achqa, ularning talbiga uyg'un kelmaydi ekanman. Uning deganimi to'g'ri. Siz degan usulchi tursangiz, opera o'ynayman deb basangiz qanday bo'ladi? Xeyli yillar bo'ldi. Öməkə hech qanday o'yin qo'yish vazifasi berilmadi. Badan beg'ishlarimmi qaytishib ketdi. Ayting, bir artistning sahna hayoti qancha yil bo'ladi? Hasan, mushundaq bekor o'tib ketayotgan umrimga rostini desam, bak ichinaman. Zöhra, bu kunlarni qanday o'tkazish yanala o'zingizga bog'liq. Siz zada nima demoqchi? Kishi o'z umrida bir ishda natija qozonoladi yo'q. Bu uning o'z taqdiriga ega bo'lish bo'lmasligiga bog'liq. Biz shunday deyalaymiz-ki, Abdulla tog'amni misolga olaylik. Uni hech kim umr bo'yi muqam aytib, g'urbat yashayverishga majburlamadi. Lekin eng oxirgi hisobda insoniyat uchun to'p yaratib, o'chmas nom qoldirib ketdi. Mana kavob. Ba'uzu beqinglar, ilon. Rahmat. Ha. Qani, elan rahmat. Elan. Marhamat. Bu sizlarning Qizil Chiroqni utuqliq bitirganliginglar uchun tabriklab, sizni mehmon qilganim bo'lsin. Rahmat sizga. Peshqadam Nozir. Bilaman, siz xizmatlarimizga izchil ko'ngil bo'lyapsiz. Yana bizga nurg'un qimmatli fikrlarni berdingiz. Sirtni birsi muqamga kelyapman, bilmayman. Shundaqda qilib. Haqiqatan yaxshi chaladi ekan, ha? Obdan çaldı.
Rastdan desem, 12 muqam melodiyasidan foydalanib, Qizil Chiroqning notasini yozish bir maydon yuqori saviyali shaxmat bo'ldi. Bu o'yinning muvaffaqiyati asosligi muzika jihatdagi muvaffaqiyat. Mana choy. Ishkash o'ltirsizlar. To'xtab turing. Ha? Mal pulni av sazanda yigitga berib qo'ying. Bu bizning arzimas ko'nglimiz. Bo'ladi. Cho'qim berib qo'yman. Uning o'rnida sizga rahmat aytay. Rahmat. Ha, elam. Menimcha bu ishda Tom muallimning roli mo xeli cho'ng bo'ldi-ku deyman. Madaniyat nazoratiga munosib nozirda siz. Boshqalar osonlik xiyollik keltirmaydigan ishni birdamli faraz qilib bo'ldingiz. Bu Tom muallim degan odam haqiqatan pirkamil juma. Muqam muzikalardan foydalanib, inqilobiy ulgulik teatrlarni o'zlashtirish chorasini tep chiqqanini qaramandigan. Bu bir yangilik bo'ldi-da. Azat, siz maqalsizgansiz. Qaysi kuni men sizning muqam ağlardan foydalanib, ishlagan kuylaringizni anglab o'ltirib, ko'nglim yayrab ketdi. Rahmat sizga, peshqadam nozir. Sizning bundoq muayyanlashtirib ilhom berganingiz opera guruhimiz uchun intayin muhimda. Bu qatim qaytib olganimda bu so'zlaringizni ko'pchilikka cho'qim yetkazaman. Bu muqam kuylari bilan zamonaviy san'at shakli birlashtirilsa, bu muqamning biz ko'rib yetmagan ham hech qanday besim g'oltanmaydigan hayoti kuchini namoyon qila oladi. To'g'ri aytdingiz. Qani, elang. Tünügün köktat gemisini tozalashga bordingmi? Bordiq. Gemini pak-pakizni tozalatdik. Voy, sendan buni so'ramadim. Mening ishimni bitirdingmi deyapman. Albatta bitirdim. Saymonga yumshoq to'pig'i ko'mib qo'ydim. Yana texi uningga sap bekitib qo'ydim. Kızlar! Kolunda! Hey! Kolunda! Kolunda! Ablah! Kolunu tak! Ulan tutun lan! Ablah! Tura o'rningda! Yavaş bola, tura! Ulanı köktat gemisiga qamab qo'yinglar. Hop! Yavaş bola. Bak. Yavaş bol. Bovdun. Qo'ylar yemaydimi? Ularning qo'shiqqa qarab beqinglar. Bu qo'ylarni obdan beqib, samirda tutsan jumi. Ro'zi boshliq, Xelilni ko'ktat gemisiga qamab qo'ydinglarmi? Yana mushlash emasmi? Soqolliqning beshini yerivatgan ozdab, qop yurakli qilib, ma'mu mushe totmamdi. Nima degan talvi nima u? Turma boshlig'i qachon keladi? Allaqachon qaytib keldi. Helal. Sen çaşkan tücbeni hele kanmaz teşhir ekansan ha? Et bunlar. Hop. Ma. Ma. Bağdon, bek sezgürlük qıpsan. Helal gemini ko'lab, to'pularni tog'dek dövlab qo'yibdi. Yana 1 metr ko'lgan bo'z kelib ketekan. O menga qichish niyati borligini burunla oshkorlab qo'ygan. Yana texi mening siz bilan bo'lgan munosabatimdan foydalanmoqchi bo'lgan. Uning gamiga qamab qo'yilganligini anglabla tegidi cho'qim bir gap borligini sezgan. Shundaq ekan. Bu qatim to'limi hushyorlik qilding. Agar sen vaqtida doklad qilmagan bo'lsang, u hiligar turga qochib ketakan. Haras, bu cho'ng to'yib ko'rsatganlik hisoblanadi. Turma boshlig'i. Nomimni asli keltirish masalasida umid bormi yo'q? Asta, izlashkichlik odamlarning hammani izladim. Nomini asliga keltirish degan bir cho'ng ish. Lekin buningga hali bir jarayon ketadi. Bu qatim sen cho'ng to'kib ko'rsatding. Men jazo muddatini qisqartirishni iltimos qilsam bo'ladi. Bu ish qo'limizdan keladi.
Ondaqda sizga ko'p rahmat. Arzimaydi. Aras, sening bir poch qaytang bor, og'ash keldi. Ha, kelib baq. Ha, og'inam Muhammadjon avatibdi. Ha, ma'qul. Oldirmay ko'rasiz. Men mangdim, ha? Ma'qul, rahmat. Bavdun, teştiqmi? Xetingni topshirib elib, obdan turayotganingni, mana endi jazo muddatingni kemaytishdan umid borligini bildim. Men hozir Urumchidagi bir restoranda nag'ma qeshlik qilyapman. Uningdan sirt yana bir chalg'u do'konining xo'jayiniga yordamlashyapman. Az to'la pulmi topdim. Og'ini, sen qachon qaytib chiqasan? Seni bakmi seg'indim. Sening balduroq qaytib chiqishingni, yangilikda sen bilan balduroq jam bo'lishni orzu qilaman.